bitta narsaga endi fermerlarimizga imkoniyatni berishimiz kerak bo'ladi, erkinlikda. Sababi buni aytmoqchi bo'layotganligim, 1 million gektar sug'orilgan maydonlar ekiladigan bo'lsa, shuni ayrim viloyatlarda 25-30% ochiq maydonlarga, qolganlari g'o'za qator orasiga bug'doy ekishadi-da. Mana bu bug'doyni orasiga hozirgi vaqtda g'o'za qator orasi qariyb mana 70-75-80% tashkil etyapti. Bularni demak paxtani demak yig'ib terib olgandan hozirgi vaqtda o'zingiz ko'ryapsiz, paxta navlarimiz erta pisharligi, to'liq bir terim bilan to'liq paxtani hosildan yig'ib oladi. Shular imkoniyatni berish kerakki, shu yig'ishtirib oldimi oktyabrda. Demak, oktyabr oyidan boshlab turib, demak kuzgi bug'doyda ham masalan g'o'za o'rniga tushadigan maydonlarga demak ochiq maydonga ekish kerak. Ochiq qilib ekishni tavsiya qilmoqchiman. Sababi g'o'za qatori orasiga ekish ishlari 1992-1994-yillarda shu g'alla pishib chiqarish birlashmasining Katta Qo'rg'on tajriba stansiyasi ishlab chiqarilgan. Shu g'o'za qatori orasiga mana bu paxta orasiga ishlov beradigan kultivatorlarni olib sepma ravishda ekish ishlari hozirgacha ham shu ishlar davom ettirilyapti-da. Shuning uchun hozir ko'tarib ko'radigan bo'lsam, fermerlarimiz bu dalalarga hozir kamida 250-300 kilogrammcha urug'lar sochishadi, ekishmaydi. Shuning uchun hozirgi mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana nima qanaqangi boyagi savoldan kelib chiqmoqchi bo'layotganligim, endi biz innovatsion resurs tejamkor texnologiyaga o'tadigan vaqt keldi Anvar aka. Shuning uchun buni men nima aytmoqchiman? Endi o'sha g'o'za o'rniga ekiladiganlar to'liq karchopkasini olib, zamonaviy resurs tejamkor selkalarni ekishga yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi.